Juda ham ko'pchilik so'rayotgan narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ertalabki choygini nechasi deganlar uchun men chiya ichaman. Chiya qorningizni birinchidan to'q tutadi, ikkinchidan sizni yana ham organizmingizni vitaminlarga boy qilib o'stirib beradi. Ya'ni har doimgidek faqat ozayotgan odam emas, balki semirmoqchi bo'lgan insonlarimizga ham chiyani tavsiya qilaman. Buni ichilish yo'nalishlari bor. Ertalab och qoringa ichilgan chiya bu sizni oshqozoningizni to'ldirib beradi ovqatlarga va sizni ozishingizga yordam beradi. Kechqurun to'q qoringa ichiladigan chiyalarimiz bizani semirtiradi. Ya'ni organizmingizni vitaminlarga boy qilib o'stirib beradi. Bizda amerikanskiy chiya urug'lari mana qaranglar. Buni urug'lantirish ham juda ham zo'r. Buni baylaridan, shu urug'lantirib baylaridan sizlar salotlar qilib yesanglar juda ham foydali hisoblanadi. Keyingi istoriyalarda aynan buni urug'lantirish yo'llarini xudo xohlasa sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Chunki men o'zimni ham bitta podpischikim xuddi shunaqa urug'lantirganlar va o'shalarni ham videolarini qo'yib beraman. Tayyorlanishi ham oddiygina tayyorlanadi. Ya'ni iliqdan issiqroq suvga bitta katta qoshiqchada shunday suvni solasizlar, chiyani solasizlar va aralashtirib qo'yasizlar. 15 minutdan keyin bemalol yo asal qo'shib, yo bo'lmasa limon siqib turib shunday ichsanglar juda ham foydali hisoblanadi va ertalabki choyinglar hisoblanadi. Ortiqcha narsa ham yeb o'tirmaysizlar. Shuni to'qligi sizni bemalol obedgacha olib yuradi. Bemalol olib yuradi. Chunki bu oshqozoningizga tushgandan keyin o'sha bu urug'ku, o'sha to'ldirib qo'yadi-da oshqozoninglarni. Ortiqcha ovqat yemasligingiz ham sababchi bo'ladi. Bemalol ulgurib olishinglarni tavsiya qilaman. Bugungi kunda sotuvlarimizda bor. Amerikanskiy chiya urug'larimiz, ya'ni O'zbekistonda qadoqlangan faqat, lekin ichidagi urug'lar Amerikadan kelgan. Mana shu kompaniyani o'zi bilan bizning shartnomamiz bor va o'zi olib keladi ichki narxida va birinchi qo'l bo'lib men o'zim arzonga sotaman va bemalol ulgurib olinglar. Skidkada 80 mingdan ulgurib olishinglarni tavsiya qilaman. Bundan ham nalichilarimizda bor va dastavka orqali ham bemalol zakazlarni berib yuborsanglar bo'ladi.